mavzu hammaga ovoz ishlatdi. Ha, ishtilyapti aka zo'r ovoz. O, menga kerakli darsda aka. Mavzusi qaranglar, bu qanaqa olinadi? Misol uchun shamlani bilasizlar, to'g'rimi? Bitta misol uchun tak. Mana bu yoqda afusham bayga shakllandi. Hop, afushamdan keyingi sham tak ochildi, mana bunaqasiga yopildi. Misol uchun buni ham soyasi bor. Endi lalni qanaqa topamiz shu joyda? Lal bo'lishi uchun qaranglar. Birinchisi mana bu sham soyasi bor-ku, razvorot olgandan keyingi sham soyasi mana buni afuni poyisiga kirmagan bo'lishligi kerak. Ha, kirmagan bo'lishi kerak. Kirgan bo'lsa hisoblanmaydi. Mana bunaqa tanasida yopilishi kerak yoki mana bunaqa. Faqat kirmagan bo'lsa lal bo'ladi, aka. Kirmagan bo'lishi kerak. Mana bu shamdan afudan keyin sirazi kelishi kerak. Aha. Kirmagan bo'lishi kerak. Bu sizda lal hisoblanadi. Ya'ni likvidlik. Lal. Buni afudan keyin esfudan olsalaringiz bo'ladi. Afu va esfudan. Tushundingizmi? Fudan olinmaydi aka, faqat afu esfu. Afu esfudan olasizlar. Hech kesdan olsalaringizdan bo'ladi. Hech keslik qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana bir retes berib qo'ydi, to'g'rimi? Aha. O'sha hech kesdan keyingi kelgan sham, misol uchun bu lal hisoblanadi. Faqat bu ham mana bu shamning soyasiga kirmagan bo'lishligi kerak. Ha. Chiroyli. Soyasiga kirmagan bo'lishligi kerak. O'zidan oldingi shamni tana bilan buzib qo'yishligi kerak. Tushundingizmi? Ha, tushunarli. Hech keslar fu afular. Endi qaranglar, grafikdan ko'rsatib beraman. Entrisni ham aytib o'taman shu joyda. Entris qanaqa bo'ladi? Lalga limit qo'ysalaringiz bo'ladi. Misol uchun mana lalga limit qo'yasizlar. Stop maksimum 20 pips bo'lsin. Maksimum. Tushunarli. Yoki misol uchun kelgandan keyin lalni yechib turib stop entry qilsalaringiz bo'ladi. Ha. Endi grafikdan ko'rsataman. Misol uchun bizda mana afusham shakllandi, to'g'rimi? Ha. O'sha bizda mana bu joyda lal bor, lal kelgan. Endi ko'ramiz. Lal bor. Buni mana buzib o'tib qo'ygan. Nimaga? Chunki tepadan o'sha yo'nalish sel bizaga. Biz shu joydan kirmaymiz, chunki yo'nalish bizaga selga bergan. Mana bu joyda mana lal hosil bo'lgan, to'g'rimi? Ha, hosil bo'lgan. Hech yes berib chiqib ketgan. Ha. Mana bu joyda mana qaranglar. Lal hosil bo'lgan, to'g'rimi? Ha, hosil bo'lgan. Ko'rdingizmi, mana shu joydan narx kelgan, lalni yechib turib, bizga sirasi oqib ketgan. Stop nechi pips? Stop 21 pips bo'lgan ekan, tashda 20 pips. Lalgacha oqib bergan. Mana bu joyda hech keslar kelgan, ko'rdingizmi? Ha. Hech keslar. Buni ham o'sha yo'nalishga qarab, trendga qarab ishlatasizlar. Tushunarli. Misol uchun mana strongfudan keyin lal kelgan. Lalni yechib oqqan. Stop 7 pips. 7 pips. Take profit 200 pips. Zo'r aka. Endi buni ham qaranglar, tur stop bilan kelib yechib bersa, o'ta ideal ishlab beradi. Hozir tur stop bilan kelib yechib berganini ham ko'rsatib beraman sizlarga. Misol uchun mana bu joyda lal bo'lgan. To'g'rimi? Hech kes lal bo'lgan. Ha, hech kes lal bo'lgan. Bizda hech kes poyzonamiz ham bor. Poyzon bor.
Endi bu nima bilan yechib bergan? Yaxshilab qaranglar-chi. Nega ishim bilan yechib berganmi? Strong food bilan kelib yechganda, strong fooddan keyin self bergan mana bu joyda. Ko'rdingizmi? Ha. Self nega ishim bo'lgan? Self bergan. Selfdan keyin selfga bitta retest berib, yura bergan. Ha. Ko'rdingizmi? Zo'r aka. Основной buni limit qo'yib ishlatishga kichkina time framelardan foydalansangiz, stoplaringiz kichkina bo'ladi. Misol uchun mana M1da. Lalni yechganda sразу oqib ketgan. Stop 14 pips. Mana bu joyda M1da lal bergan. Lalni yechib turib tepaga qarab otib bergan. Ha. Unda stop 14 pips. 14 pips. Sochi mana bu joyda ham. Lal hosil berganda M1da. Hoppa. Lalni ham nima bilan yechib bergan mana shu joyda. Qaranglar. Sel. Nega ishim bilan? 3x nega ishim bilan yechib bergan. Biz nima qilamiz? Mana shu yerda limitimiz bor edi. Limit qo'ydik. Kelib lalni yechib berdi. Stopimiz maksimum 20 pips. M1da kichkinaroq qo'ysalaringiz bo'ladi. Misol uchun yechib turib oqqandan keyin stopni mana shu 3x ning tepasiga qo'yib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Take profit lalgacha. 3 pips stop bilan 67 pips take profit. Katta rutda kirilsa normaliy foyda bo'ladi. Endi risk managementga amal qilasizda bunda ham. Shunaqa. Buning uchun mana kirdingiz, mana bu laldan kirdingiz. Bu ozgina yurib berib kelib stopingizdan urib ketishi mumkin. Buni ham shunday yo'nalishga qarab, trendga qarab ishlatasizlar. O'zi birinchi take profitni inset barga qo'yish kerak aka. Ha, likvidga. Birinchi take profit likvidga. Laldan lalgacha ushlaysizlar. Ha. So'chman. Lal yechib turib stop. Agar mana bu zonalaringiz kichkinaroq bo'lsa, mana shunga qo'ysalaringiz ham bo'ladi. 7 pips ekan. 7 pips. 20 pips. 1 ga 3 yurib bergan. 1 ga 3 menimcha bu ham normal. Liquid yechilib oqib ketgan aka. Shunaqa. Bu yechilgan. Yechmabdi buni. Boshqa time frame'da boshqa sabab berib yurib bergan. Misolchi mana bu joyda bizda lal bor. Lalga limit qo'yildi. Stop mana bu joyda. Stop nechi pips? Stop 6 pips. 6 pips. Stop oladigan joyi ham bor buni. Stop ham olaveradi. Lekin bitta profit bilan oqlab ketsangiz bo'ladi. Bu yoqda M1da. Minusga ham rozi bo'lish kerak aka. Shunaqa. Ascent qolaversa ham bo'lmaydi. So'chman lal bor. Lal kelib yechdi. Yoki yechgandan keyin poyga kirgandan keyin qilsa yoki limit qo'ygan bo'lsangiz, mana shu joyda stopni zonaga nechi pips? 12 pips. 2 pips. Endi biz qayergacha ishlaymiz? Lalgacha. Birinchi lalgacha. Lalgacha. 80 pips. 1 ga 6 error. Zo'r aka. Ikkinchi take profit mana bu lalga bo'ladi. 110 pips. O'sha birinchi take profitdan olgandan keyin bezbutga ushlaveradi. Shunaqa. Misolchi mana bu joyda M1da. Bitta kelib yechdi. Oqib ketdi. Stop qo'yiladi. Stop o'sha aytganda maksimum 20 pips. Bu yoqda bizda stop 4 pips bergan. 4 pipsga zo'r ekan lekin. Mana biz zonaga bo'lsa 23 pips, lekin biz уже yechib, yopilib, ozgina yurib bergandan keyin stopni mana bu joyga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi 4,5 pipsga. Tushunarli aka.
sakson pips, 150 pips. Bizda ikkita intervyu berib ketgan shu joyning o'zida. Ha, Yechib turib, strong food poyiga yana Strong retest food. berib, lalni yechib yana o'qib bergan. zo'r aka. Kimda qanaqa savol bor shu yerda? Kim tushunmadi? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Hammaga tushunarli bo'ldi shekilli aka. Hech kim savol bermayapti-yu. Unda shuni bek testini qilib chiqib, otsifini aytib qo'yasizlar. Bo'ldi aka. Tushunarli. Hammaga tushunarli bo'lgan. Rahmat sizga aka. Mayli, charchamanglar.